الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Al-Imronning 183 oyatiga keldik. Ilgirki darslarda Uhud urushi haqidagi mazmunlar oxirlashdi. Uhud urushi haqidagi mazmunlardan biz oxirlashgandan keyin Alloh subhanahu va taolo endi islomning düşmanlari sepini birdan qanday qilyapti bizga bayon qilib bermoqchi va bu xil düşmanlikning prinsip xarakterini bizga tushuntirmoqchi bo'lyapti. Chunki Uhud urushi musulmonlar sefi bilan mushriklar sefining o'tirisidagi urush bo'lgan bo'lsa, undan keyin yana musulmonlar duch keladigan shunday bir urushlar keladiki, ahli kitob bilan musulmonlar o'tirisidagi urush. Bularning naloyiq talablari, bularningki payg'ambarlarni o'ldirganligi, Allah haqqida deydigan gaplari, payg'ambar haqqida deydigan gaplari, mu'minlar haqqida deydigan gaplari, buningga qarata mu'minlarga masalaning mohiyatini bayon qilib bir immunit kuchi hozirlash. Alloh subhanahu va taolo bu haqda deydi: "Astag'iz billah. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين." أهل كتاب حق الله سبحانه وتعالى söz lavatıdır. الذين yani şunda bir deydiğin kişiler var. Allah bizge şunda buyurdu deydi. Bizge şunda buyurdu ki biz bir peygamberge işiniş için o peygamber bir qurbanlıqdan birini qilish kerak. Yani Allah'a ibadetten birini qilish kerak. Qurbanlık biz öldürüvatkan qo'ydan mesela qo'y o'ldirib, tuga o'ldirib, kal o'ldirib qurbanlık qilamiz ya, ondan kengroq ma'noda ishlatiladi. Bu qurbanlıqni o't kelib yeyish kerak. Bunun tafsiloti sal turib keladi. Mashta bir shartlarni qo'ydi bular. Allah subhanahu va taolo payg'ambarga xitob qilib aytadi: "Qul danki sizlarga mendan ilgari nurg'un payg'ambarlar pokit, hujjat, bayonotlarni olib kelgan va sizlar degan mushu shartlarni ado qilgan ular. Sizlar degan mushu ishlarni olib kelgan. Agar sizlar ashta bo'lib qolsa, iymon aytadigan bo'lib qolsanglar, nima uchun ularni o'ldirgan tanglar? Rasul bo'lib qolsanglar, nima uchun ularga ishonmay ularni o'ldirgan tanglar?" degan shaklda bularga raddiya qaytariladi. Ya'ni bular shuna bir da'vo qiladi. Allah bizga Tavratda har qanday payg'ambarga hissiy mo'jiza ekanmasda ishonmanglar deydi. Bularning da'vosi. Bu hissiy mo'jizadan birisi nima desa, amaliy ko'z bilan ko'riladigan bir mo'jiza demakchi, hissiy degandan. Shu payg'ambar bir qurbonlik, bir ibodat, bir ishni qiladi. Osmondan o'tdan birisi tushib, buni qana qiladi, ko'ydirib, yani yeb ketdi deb ifodalayotdi, ya'ni ko'ydirdi. Endi bu ilgirki payg'ambarlarda mashta bir prinsiplar bor. Yani payg'ambarninki ba'zi mo'jizalarini, amaliy hissiy mo'jizalar keladi, qilgan qurbonliklari Alloh uchun, qilgan ibodatlarining amaliy qabul bo'lganlik, bo'lmaganlik bir ifodasi bo'ladi, ko'z bilan ko'riladigan. Bizda unda emas. Payg'ambarlarninki zamondan keyin qabul va qabul bo'lmaslik Allohning sirlaridan birisi bo'lib qoladi. Biz ibodatni qilaveramiz. Qabul bo'ldimi, bo'lmadimi Allohga topshiramiz endi uni. Masalan, Qur'onda manda bir vaqalikni anglaymiz qarindoshlar. Sura Maidaninki 27-28-oyatida Adem alayhisolamninki ikki o'g'li haqida kelgan vaqalik. Vatlu alayhim naba ibni Adama bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qarama oyatga qarasanglar, Adem alayhisolamning ikki o'g'lining vaqaligini bularga tilovat qilib berib kelib, bu ikkisi qurbonlik qildi. Alloh uchun bir ibodat qildi. Biridan qabul qilindi, yana biridan qabul qilinmadi. Bu belgili bo'ladi o vaqtda bir hissiy, amaliy ko'z bilan ko'riladigan bir pok bilan. Chunki oyatning oxirisida nima deydi desanglar? Qala la'aqtulannak
Birisi qabul olmagani, yani birisiga men seni o'ltiraman deydi. Chunki insonda hasad bo'ladi. Chidamaydi inson. Yana birisi nima deydi? Innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Alloh muttaqillardan qabul qiladi. Demak, bu yerda bir jangi jidal chiqdi. Chunki amaliy ko'zulan qabul qilingan va qabul qilinmagan ifodalandi. Ma oyatlarga bundan diqqat qilganimizda birdan qabul qilindi, yana birdan qabul qilinmadi. Aslida bizning tushunchimizda qabul yoki qabul olmaslik Allohning xos bir yushurun masala. Ammo ilgirki ummatlarda bu aniq bilinadigan amaliy fakt bo'latdi. Shunga Mavloga bildirilgan o. Bildirilgandan keyin ondan keyin Mavlo qana qilindi o'zini tutolmadi. Ya'ni qabul qilinmagan taraf masni o'ltirman dedi. Ya'ni bu o'zining qurbonligining qabul qilinmaganini bildi u. Alloh saqlasin qilgan amallarimizning qabul bo'lmasligidan. Bildi u. Ay yana birisi-chu. U o'zining amalining qabul qilinganligini bildi-ki, nima dedi? Alloh muttaqillarni qabul qiladi dedi. Birisi o'zining qabul qilinmaganini bilib, ochiqda o'ltirmaman seni dedi. Qabul qilinganimi o'zining amalining qabul qilinganlik. Demak, bu yerda bir amal qilgan odam, qurbonlik qilgan odam o'zining qilgan shu amalininki qabul qilingan yoki qilinmaganligini biladigan bir ish bor degan gap. Biz darslarimizda deb kelyapmiz qarindoshlar. Allah subhanahu va taolo o'zining xalqiga mayli hissiy yoki ma'naviy nuqtadan olsin, shu xalqning aqlining pishib yetilganiga qarab munosib shaklda xitob qiladi. İnsanlar avvalgi davrlarda, burungi payg'ambarlarning zamonlarida ularning aqliga mos shaklda hissiy, ya'ni amaliy ko'zlan ko'riladigan mo'jizalar bilan avatiladi payg'ambarlar. Masalan, İbrahim alayhisalom desak, İbrahim alayhisalom o'tga tashlandi, ko'ymay saq chiqdi. Bu uning mo'jizasi bo'ldi. Musa alayhisalom qo'lidagi bir tayoq hasa yilonga o'zgardi. Amaliy hissiy ko'zlan ko'riladigan mo'jiza. İsa alayhisalom oq kasallarni, tug'ma qarg'a kasallarni saqaytib, Allohning izni bilan o'liklarni tirgizdi. Endi bunda shakldagi mo'jizaning alohidligi farqi nima desanglar, shu zamondagi ko'rganlarni qanoat qildirdi. Ammo vaqtning o'tishiga ergashib, masalan, u har doim ko'rsatilmaydi-da, uni ko'rsatdi. Shuna maydonda bala, ya shu zamonda yashaganlar tamam biladi, ko'radi, ketadi. Undan keyingi davrlarda xabarni anglaymiz. Agar o xabarni yetkazgan odam qattiq ishonchli deb qarasa inson, o xabar yetgan inson ishonadi, bo'lmasa o'tmishdiki xabar ustida muomala qiladi. Ammo aqliy mo'jiza, ya'ni fikriy aqliy mo'jiza insonningki bir voyaga yetib yetilgan vaqtda biriladigan mo'jiza, ya'ni tafakkur qila oladigan, oldi-keyinni silishtira oladigan bir holat kelgan vaqtda biriladigan mo'jiza. Bu mo'jiza qanday yerga mos keladi desanglar, zamoni uzun, doirasi kengri bir holatga mos keladi. Tam payg'ambar alayhisolatu vasallamningki payg'ambarligi ilgirgi payg'ambarlarga o'xshash doiralik payg'ambarlik emas. Mayli o'rin jihatda yoki vaqt jihatda doiralik payg'ambarlik emas. Balki dunyodagi butun millatlarga avatilgan, butun royillarga avatilgan va qiyomatga qadar davomlashadigan, qiyomat mushu payg'ambarlikning davomida bo'ladigan bir payg'ambarlik o'g'achqa bu holga mos shaklda hissiy mo'jiza kasb bo'lmaydi. Ya'ni hissiy mo'jiza ko'z kelmaydi. Balki aqliy, fikriy mo'jiza. İnson o'zining pishib yetilgan aqli bilan, idrokat bilan buning to'g'riligini qana qila oladigan, his qila oladigan bir shaklda mo'jiza bo'ldi payg'ambar alayhisolatu vasallamga. Shunga Rasulullohning asosiy mo'jizasi Qur'oni Karim. Ya'ni fikriy, aqliy mo'jiza. Hissiy buni ko'zlan ko'riladigan, unda bir 101 plan o'tib ketadigan ma shakldagi nima emas, mo'jiza emas. Chunki biz sababini bayotdan qanaq o'tdik deb o'tdik. Endi gapimizni shu bayotdan masalaga qaytarsak,
qaytarsak, ilgirgi payg'ambarlarda bayatimiz Adem alayhissalomning ikki o'g'li haqida so'zladik ya. Bularning qabul qilinmaganligimi amaliy hissi ko'z oldida yuz beradigan bir ish bilan isbotlangan bir taraf bor. Endi bu yerda Qur'on bu voqealikda bizda nima ixtiloflashdi, nima talashdi, ba'zi rivoyatlarda ikkisi xotin talashgan deydi. Bu bizga nisbatan muhim nuqta emas. Muhim bo'lgan nuqta bu ikkisi bir narsa haqida talashdi. Nima talashsa? Va osmonni, ya'ni Alloh subhanahu va taoloni buningga hukm qilishni iroda qilib qurbonlik qildi. Qurbonlikqa qabul bo'lgan taraf shuni ega bo'ladigan, qurbonlik qabul bo'lmagan taraf qolib qoladigan bir shaklda. Va amaliyat shunday qildi, qurbonlik qildi, birining qabul bo'ldi, birining qabul bo'lmadi. Qabul bo'lgan taraf Alloh muttaqillarni qabul qiladi degan shaklda o'zining bilganligini isbotladi. Qabul bo'lmagan taraf masalan o'ttirman degan gap bilan o'zining qabul bo'lmaganligini tunuganligini bilganligini ifodaladi. Ammo bizning bugun kunda biz talashib qolsak, ba'zi chek tashlaymiz masalan bunda. İnsanның xohishiga keyniga menib ketmaslik uchun meni kimni hukm qildirsak, balkim inson o'z xohishi bilan hukm qilishi mumkin degandek bir sabab bilan ba'zi narsalarni talashib qolsak, taqdirga bog'lab turib, chek tashlab, qog'oz gezib, qog'ozdan chiqqanini olamiz deb bunda hal qilamiz nurg'un narsalarni. Ammo Alloh a shaklda qana qildi, hal qildi. Endi demak bu yerda ikkisining o'tirida aynan bir da'talash chiqdi. Qabul qilinmag'ini o'ltirman dedi. Qabul qilinganini nim dedi. Sen meni o'ltirish uchun qulog'ini sungan taqdiringdimi? Men seni o'ltirish uchun quloqni sunayman. Ben alemlarning Robb bo'lgan, Allohdan qo'rqaman. Mushu ikki ifodadirlar. Birisining chidamasdan seni o'ltirman degan ifodasi. Birisi sen meni o'ltarsangmi, men seni o'ltamayman. Men Allohdan qo'rqaman. Mush ifodaning o'zi nima desa, zodi ma'ning qabul qilinmaslikka loyiq va ma'ning qabul qilinishga loyiq ekanligining bir ifodasi. Chunki qalbi o'yg'oq, osmonga bog'langan, ya'ni Allohga bog'langan. Ma'noqda buning qurbonligining qabul qilinishiga buning salohiyatini qana qilgan, hozirlagan. Qanaqdir bu yerda yana bir tarafni butunlay eskidab ketmaymiz. Faqat insondagi bir xatolikning, shaytonning u xatolikni chayliq ko'rsatib iymoni ustidan g'alaba qilish deb tushunsak bo'ldi. Qur'onda buni bayon qiladi. Bu munosabat bilan deb qo'yay. 30-oyatda shu sur Maidaninki fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha min al-khasirin. Uning nafsi qarindishini o'ldirishni chayliq ko'rsatdi, o'ltirdi, oxirida ziyon tortdi. Yana bu yerda buning qalbida ichki dunyosida iymon bilan buning nafsi kurash qildi. Nafsi g'olib keldi, shuni bilan o'ltirdi. O qadar pushmon qildi. Chunki faba'asallohu ghuraban yabhasu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari sawat akhi. O insonning ichidagi tunji o'lgan kishi hisoblanadi va tunji o'ldirgan kishi hisoblanadi. O'lgan o'likni qanday betaraf qilishni o'qimaydi. Alloh subhanahu va taolo buni qog'a va atish orqali nihoyat tuvan bir o'ringa tushadiki, qog'a birini biri o'ldirib kumush bir ahvolini ko'z oldida ko'rsatdi. Buning u holatdagi ruhiy holatini manda tasvirlaydi. Ya vaylata ajaztu an akuna misla hadha al-ghurab. Men mushu qog'ichilikmi bo'lishdan ojiz keldim ya. Fa uwari sawata akhi. Mushundek bir maqsadimdiki jasadini bir kümenmedim ya degan bir şekilde fa asbaha minan nadimin o'zininki pushaymini qana qildi, ifodaladi. Endi gapning asli mazmuniga qaytsak, ilgirki zamonlarda ashta bir payg'ambarligining e'tirofi uchun amaliy ko'zidan ko'gilib bo'ladigan bir mo'jiza ketdi. Dal Yahudlar mushu shaklda mashta bir gapni dedi. Nima uchun bunday gapni deydi bular endi? Zodi sen bizga mashta bir buyruq va payg'ambar ashta amaliy hissi ko'zimizdan ko'giladigan bir mo'jiza ekanmiz, ishonmaymiz biz degan bu shaklda. Chunki Rasulullohning mo'jizasi büyük bir mo'jiza, ya'ni aqliy mo'jiza. Hissiy mo'jiza emas, ya'ni Qur'oni Karim.
Agar hissiy, biz bayatın degandek ko'zdan ko'riladigan hodisa xarakterlik mo'jiza bo'lib qolgan bo'lsa, shu mo'jiza bir qitim ko'riladi, zamoni o'sib tugaydi. Tabii Resulullah'nınki nurgun mo'jizalari var. Hissi mo'jizalari sahabalarınki Resulullah'a emri olgan hayatlarda rivayet kılınırlık. Rivayetlerdi var. Ama Resulullah'nınki davetini Resulullah ipkegen Allah tarafından ipkegen bu dinninki bugün gün kadar baki şekilde devamlışını tuttuğun bir lan neyse o olsun neyme Kur'an. Çünkü bayattın az ilgili dep ötkinimdek Resulullah'nınki risaletinin daire cihetteki kenarlıki, meyli orun yaki vakt noktasıdır. Ve kıyametki kadar boğan davamlaşış karakterine del Resulullah ipkegen Kur'an, yani akli mucize, bunu del neme kılıdı, mas kılıdı. Allah subhanahu wa ta'ala bu meseleki karta kandara diye bade dese, bu peygamberde Resulullah'ın risaletinde meselenin onda olmaydıganlıqını, onda boğan takdirde mi bu adamının bu karakterinin ki özgermeydiganlıqını. Eğer karakteri zade bir nesnenin hakikat işgallikini bilgendeki ima eydidigan bo'lib qolgan bo'lsa, öz vaqtida ima etish kerak. İlgirki peygamberlerge ima etişi kerak işgallikini, halbuki ilgirki peygamberlerge ima etmay, peygamberlerini öldürüp bu ahvallarını bulanı beşin. Şun başka eğer bugün Resulullah'nınki möcüzesi bu talep qanda kesi möcüzesi olgan takdirden bulanı ima etmaydi Allah. Eğer hakiki kalbi sağlam bula olsa, muş Kur'an'nınki yetip eşip kaldı Allah'ını. Bunun fakat davatkan gibi münazirede kana qilish, sürükleşiş, cidelleşiş, meselenin sulaşkenligini bayan kılıp ne deydi Allah subhanahu ve taala ahirasida kul qad ja'akum rasulun min qabli bil bayinati ve billezî qultum ey Muhammed aleyhisselam siz bulağıdan mendin ilgiri nurgun peygamberler geldi. Ular aşta möcüzelerini ep geldi, aşta beyinatlarını ep geldi. Sizler degendek ularning qilgan qurbanlıkları tarafından yiyiliş arkalık bilan peygamberlikке ispatlandı. Amma sizler şulağı mı inkar kıldınlar? Şulağı mı kafir oldunlar? Eğer gipinglar Rasulullah olsa şulağı iman etdinglar. Eğer gipinglar Rasulullah olsa ularni o'ltamaytinglar. Danglar gipinglar Rasulullah olsa nimish o'ltagantinglar ularni? Falima qataltumuhum in kuntum sadiqin degan şekilde bularga qana qildi? Reddiye berdi. Allah subhanahu wa ta'ala. Yani bir yerden bizge Allah subhanahu wa ta'ala'nın manda bir noktini ifadelemek çoğallıkını için olalayımız kardeşler. Hissi möcüz devri tüküdü. İnsaniyetinin aklı, düşüncesi yitildi. Hem de kıyamet kadar davamlaşıdığın bir risalet yeterli kupayı kılıdığın bir devre geldi. Ve bu xil şekildeki risaletin möcüzesi derhalam tügeydigan. Vaqti özsülam kidadigan. Manda bir şekildeki möcüz olmay, uzun mezgil davamlaşıdığan, kıyametki kadar davamlaşıdığan, her zaman her makanı yaraydıgan bir möcüzü buluş gerek işkellikini. O möcüzün olsumu Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki Peygamber aleyhisselam uçuşarken Kur'an işkellikini bizge demekçi boğunu dek. Yani bir nokta Allah subhanahu wa ta'ala insanın ki Allah'a hiç kandak bir işini teklif, fikir veriş hukukunun yokluğunu. Allah halisi ilgili peygamberlerdeki hissi möcüzler bilen ispatlaydıqanlıqa Resulullah'ın peygamberlikini. Ve ya ki Allah halisi Resulullah'ın gidek akli möcüzler bilen peygamberlikni ispatlaydıqanlıqını. Ve bu yerde kalbi sağlam, kalbi uygaq, hakikatin istediğin kişiler hissi möcüz olsun mu iman eytidiğan ve akli möcüz olsun mu iman eytidiğan. Eksideki kişiler olsa hissi möcüzlerini inkar kıldığan, akli möcüzlerini inkar kıldığan bir haletini bizge qana qıvatıdı, dep pırvatıdı. Çünkü ötmüşte insanlar o kadar möcüzler. Mesela Resulullah'ın talep kıldı bu ne? Resulullah'ın ne dedi? Ve qalu len nu'mine leke hatta tefsura lena minel ardi yenbu'a sur İsra'da. Ev tekune leke cennetun min nekhil ev va'inab. Fetufeccirel enhar hilalaha tefcira. Yaman gebcek. Resulullah'ın biz sana iman etmeyimiz. Eğer iman etişimizni istesen, yani iman etişimiz için sen çok ömür bulak aktırışın gerek. Bu şekilde bir möcüz talep kıldı insanlar. Bu kadar küçük yani. Seninki hormu özümden boğan beğen olsun ya ki. Onun için östenle aksın mesela. Ya ki asmandın, sen aşağı bir oylağandek bizge bir azap.
yoki bo'lmasa malaikalar nauzubillah Alloh kasun degandek, Allohni abkilasa degandek. yoki osmonga chiqsa degandek, har xil osmondan biz o'qiy olgandek bir kitob ochuvchi degandek, mashta bir shaklda qana qildi, mo'jizalarni talab qildi. Allohning bularga bergan javobi nima bo'ldi shunga oxirisida? Subhana robbi hal kuntu illa basharan rasula. Alloh buyukdir, Alloh pokdir. Men faqat bir inson, bir payg'ambarman. Allohninki evetkinni qana qilman, sizlarga yetkazayman degan mazmunda. Undan boshqa Alloh subhanahu va taolo bularga raddiya berib sura Isro'ninki 59-oyatida "Va ma mana'na an nursila bil ayat" biz o şekildeki mo'jizalarni evetmasligimizning sababi illa an kazzaba bihal awwalun. Burunlar inkar qilgan uni. Yani mesele ularning xarakter meselesi, tabiat mijoz meselesi, meseleге sog'lom qalb bilan qarash yoki inkor qilish pozitsiyasi. Agar bularga xuddi burunqiga o'xshash shu shaklda mo'jiza kelsak-mi, bular inkor qiladi. Chunki bular ashla mo'jizalarni ko'rib, inkor qilib payg'ambarlarni o'ldirgan. Shunga bularning bu taklifi amaliyotda haqiqatni izlash olmasdan, masalani murakkablashtirish. Ma shaklda Alloh subhanahu va taolo rad qaytdi. Andikin bu yerda davomli biz deb ko'ryapmiz ilgirki darsda shu Rasulullohga bir tasalliy shaklda mazmunlanyapti. Bu oyatning keyingi 184-oyatda Alloh subhanahu va taolo Rasulullohga bularning xarakterini bildirib, Rasulullohga tasalli berib, bu yo'lning xarakterini bayon qilib deydi: "Fa in kazzabuka faqat kuzziba rusulun min qablik, ja'u bil bayinati vaz zubur val kitabil munir." Agar sizlar bularni inkor qilgan bo'lsa, hech bir aram bo'lmasa. Chunki masala senda emas. Masala menda deydi Alloh subhanahu va taolo. Buni meni inkor qiladi. Sen burullah Muhammad amin deb qanaq bo'lgan, atab bo'lgan. Ammo payg'ambarlik ishi bu. Chunki sendan ilgari nurg'un payg'ambarlar inkor qilingan, bu nurg'un pokitlarni olib kelgan, Zubur kitoblarni, nurli kitoblarni qanaq qilgan olib kelgan. Bu shakldagi oyatlar Qur'onda ko'p qarindoshlar. Resulullah'ın o'rnini ko'taryapti Alloh subhanahu va taolo. Masalan sura An'amning 33-oyatida shunga o'xshash bir mazmun bor. Qad na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun. Ular degan gap seni bir aram qiladi, buni bilamiz. Lekin amaliyotda fa innahum la yukazzibunak. Seni inkor qilmaydi. Masala sen emas. Sening rasulligingni biladi bular. Sening yolg'on aytmaydiganligingni biladi. Valakinnaz zolimina bi ayatillahi yajhadun. Bunun inkor qildigini Allohning oyati. Masala senda emas, masala menda deb Rasulullohga qanday qilyapti? Tasalli beryapti bu yerda. Demak, faktlar, hujjatlar, dalillar, mo'jizalar Alloh subhanahu va taolodan kep bo'ldi. Allah öğretken her peygamberge layık bir ravishda o'xshamagan bir şekilde mo'jizalarni, faktlarni billa öğretti. Amma ular mushuni bilan turib qana qildi, inkor qildi. Endi bir nokta bizning diqqatimizni tortadi qarindoshlar. Ilgirki payg'ambarlarning mo'jizalari ip kelgan dastur, yo'l kitoblardan ayrim bir shaklda. Masalan, İbrahim Aleyhisselam'ın sohobları var. Yani İbrahim Aleyhisselam'ınki Allah'ın yolunu bayan kılıdığan, menhecini bayan kılıdığan sohobları var. Bu ayrım ve İbrahim Aleyhisselam'a verilgen mucize ayrım ki otqı taşlandı, salama çıktı. Musa Aleyhisselam'ınki yolunu bayan kılıdığan kitabı ayrım Tevrat ve mucizesi ayrım ki jilanga özgüreydiğen hasisi. İsa Aleyhisselam'ınki yolunu bayan kılıdığan kitabı ayrım İncil ve onun mucizesi ayrım ki davalaş. Ölüklerini Allah'ın izniyle tirgizиш. Yani ilgirki peygamberlerde peygamber başkalarına bayan kılmakçı olan yol, menhec, epkegen Allah tarafından kitap ayrım, mucizesi ayrım. İlla ki Resulullah'ınki menheci ve mucizesi bir. Menhecimi bir şu Kur'an, mucizimi bir şu Kur'an. Nemişqa? Çünkü Resulullah en ahirde kelgan peygamber,
ve en mükemmel menhecni, mükemmel şeriatni epkelgen peygamber. Onunla bilen birge Resulullah en ahirki peygamber, en ahirki peygamber. Ve onunla bilen birge Resulullah'ın epkelgen bu risaleti, bu vazifesi zaman, makan çeklemesi yok bir risalet. Millet çeklemesi yok bir risalet. Bütün dünyaya, kıyametki kadar, bütün milletlerge. Onda olgandan keyin bu yerda möcüzesi muşu yollan billa davam qilishi lazım. Her zaman Resulullah'ın yolu ortaya çıkan zaman möcüzesi billa ortaya çıkışı lazım. Billa ortaya çıkışı lazım. Çünkü ayette Allah Subhanahu ve Teala hazır okuyan ayetimizde ne dedi? Ca'u bil beyinat. Ular paktlarını epkegen dedi ya. Şunu inkar kıldı dedi ya. Onda Resulullah'ın Resulullahlığı boğan paket her zaman Resulullah ile birlikte buluş gerek. Resulullah'ın yolu ile birlikte buluş gerek. Ve muşnunluk ile turup inkar kıldı Allah çıktı. Buna nispeten Resulullah'ın hiç kaygırışına haceti yok. Çünkü yolunun karakteri bu. Yolunun karakteri bu. İlgili peygamberle zaman makan çekilmez küçüreydi. Malum millet, malum dairede. Ula şu dairede özünün möcüzesini gösteriş gerek. Resulullah'ın zaman makan çekilmesi yok. Kıyametki kadar bütün millette. Şuna Resulullah'ın menheci yetip bağan yani her kandığı da Resulullah'ın möcüzesi bile ortaya çıkış gerek. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bu iki ayet Allah subhanahu wa ta'ala bu meselelerini bayan kılışı müminlerine nispeten bu bir müminlerde başta Peygamber aleyhissalamda ehli kitapning deydigan gaplarga, düşmanlarning qiladigan talablarga qarshi bir immunitni hosil qilish. Ularga qarshi chidamchanlik kuchini oshirish. Xuddi biz bir ma'lum bir virus bayqalsa, bu virusning eng ojiz taraflarini ilib, bundan shu virus yasab, vaksini şekilde insanın bedeniga emilgandan keyin bedende şu virusga qarshi immunit kuchi yetilib o adam şu kasallardan keyin qana qilmaydigan, yo'qlanadigan bir holat var ya bizning tibbiy sohada. Hammalar bilamiz buni. Vaksina emlanmagan kishi olmasa kerak. Shunga o'xshash Rasulullohda va mu'minlarda boshdan tortib bularga qarshi dalilni keltirib keladigan ahli kitobga qarshi bir immunit kuchini hazırlash uchun bu şikayette bu şekilde talimatlarını Allah Subhanahu ve Teala tesellilerini ba'de bugün vakit münasebeti bilen dersimiz müşahede. Ahirleşirdi. Biz dersinin devamını inşallah kile saatlik derste devamlaştırırız. Allah Subhanahu ve Teala hemmeylerini kile saatte görüşkiler nasip olsun. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.